shaharning eng elitli rayonidan ixchamgina hovli so'raganlarga bu videoni jo'natib qo'yamiz. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Umumiy maydoni 2 sotixdan tashkil qilingan hovlimiz Frunze massivda sayohat magazinining shundoqqina orqasida. Ko'rishimiz mumkin. Kirganimizda darvozaxonasi chiroyli qilib suppalar qilingan. Bitta mashina bemalol sig'adi. Mana kirganimizda birinchi xonamizga patkulchga bitgan ekan. MDF eshiklar qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, devorlari aboy qilingan. Ko'cha tomonga qaragan romlari ham bor. Bu joyda gaz, svet, suvdan hech qanday muammo yo'q. Xo'p, keyingi xonamiz panoramli oynalarga joy tashlab ketilgan ekan. Bu joyimiz mehmonlar uchun mo'ljallangan xona, ya'ni mehmonxona. Pishig'ish, xomg'ish aralash qilib qurilgan, oyoqdaylari steyashga bo'lgan bu xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Montaj ishlari bo'lgan, montaj, yevromontaj bo'lgan. Hop, undan keyingi xonamiz azizlar, oshxonamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, oshxonamiz ham chala bitgan holatda. Yaxshi eshiklar qo'yilgan. Undan keyingi xonamiz sanuzel qismi, isitish parovoy отопление orqali. Kattagina sanuzel va yotoqxona qismi. Ko'rishimiz mumkin. Holatlari yaxshi, kirib bemalol yashasa bo'ladi. Narxi ham juda arzon. 40,000 AQSh dollari miqdorida aytishyapti. Yana kelishiladigan joyi bor. Uyimizning eng yaxshi tomonlaridan biri azizlar, uyimizni ichidan suv oqib o'tgan. Egalar aytayapti, qishi yozin suv to'xtamaydi deyishyapti. Mana ko'ylar ixchamgina, juda ham chiroyli, fayzli uyimiz. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, batafsil ma'lumotni beramiz. Yana chiroyli qilib kelishtirib olib beramiz. Assalomu alaykum.